Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ertaga ayrim hududlarda qor yog'ishi mumkin. O'zgidromet 15-yanvar kuni uchun kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 6-8, kunduzi 11-13 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir, qor yog'adi. Harorat kechasi 0.5 daraja sovuq, kunduzi 0.5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 4-9, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'adi. Harorat kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.